Birinchi uchrashuvni yodga oldik. Mutlaqo yopib tashlaganda o'shanda Viniciusni, hozir Mbappe jarima maydoniga yaqinlashmoqda. Alba unga qarshi Mbappe baribir gol urdi. 39-daqiqa. Bu golni endi hech kim inkor qila olmaydi. Bu gol endi haqqoniy gol. Urinyapti. Donnarumma nima qilib qo'ydi? Va bu Realga foyda olib kelyapti. Biruba talab yurmoqda, yaqinroqda yana Kamavinga bor. Neymar shunchaki Modrichga topshirdi to'pni. Modrich hujum boshladi. Modrich boshini ko'tardi va pas berdi. Vinicius Junior jarima maydonchida. Vinicius kirib bordi. U yog'iga nima ish amalga oshirar ekan? Vinicius biroz ko'paytirib yubormadimikin? Modrichni o'ziga qaytarib beryapti. Benzema! Offside yo'qmi? Karim hisobni 2-1 ga o'zgartirdi. 7 uchrashuv, 7 gol. Real esa 3-golga qarab ketmoqda. Zarba, uchu bir. Karim Benzema hat-trick.